Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun GeoGebra dasturida ishlash bo'yicha keyingi darsimizni taqdim qilamiz. Bugungi video darsimizda GeoGebra dasturi yordamida stereometriyaga oid bo'lgan masalalardan birini yechishni ko'rib chiqamiz. Masalaning sharti quyidagicha. Qirrasining uzunligi 12 ga teng bo'lgan kubga konus ichki chizilgan. Konusning asosi pastki asosining ichki chizilgan aylanasiga mos va konusning uchi kubning yuqori asosidagi markazda joylashgan. Yana qaytarib o'taman. Konusning qirrasining uzunligi 12 ga teng bo'lgan kubga konus ichki chizilgan. Konusning asosi kubning pastki asosining ichki chizilgan aylanasiga mos keladi. Konusning uchi esa kubning yuqori asosini markazida joylashgan. Savol: konusning yon sirti yoyilmasini yuzini topish kerak. Demak, buning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Buning uchun GeoGebra dasturining 3D grafik ishlash muhiti kerak bo'ladi. 3D grafik ishlash muhiti. Dastavval sizda qaysi oynani ochishni so'rash menyusi chiqadi. Siz bu yerda 3D grafik muhitini tanlaysiz. Hop, kataklarni ko'rsatish. Keling, birinchi qadam qirrasining uzunligi 12 ga teng bo'lgan kub chizamiz. Demak, instrumentlar panelida kub instrumentini tanlaymiz. Hop. Masalan, biz mana bu chorakda chizmoqchi bo'laylik. Siz asosni ko'rsatsangiz, o'zi chizib beradi. Mana. Demak, qirrasi 12 ga teng bo'lgan kub chizildi. Endi bizga kerak bo'ladi kubning asosiga ichki chizilgan aylananing markazi. Bu bizda diagonallar kesishish nuqtasi deb bo'ladi. Bu diagonallar kesishish nuqtasi konus asosining markaziga teng bo'ladi. Shuning uchun bu kesma kerak bizga. Endi konusning uchi yuqori asosning markazida yotadi. Ya'ni u ham diagonallar kesishish nuqtasida. Endi konus instrumentidan foydalanamiz. Konus. Birinchi qadam konus asosining markazi tanlanadi va konusning uchi tanlanadi va radius. Kvadratga ichki chizilgan aylananing radiusi kvadratning tomonining yarmiga teng. Demak, 12 bo'lsa, demak uni yarmi 6 deb belgilaymiz. Va mana bu ko'rinishga ega bo'lamiz. Demak, kub va unga chizilgan konus. Bizga keraksiz bo'lgan kesmalarni olib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu bizga yordamchilik vazifasini bajargan edi. Mana. Vizual tarzda ko'rishingiz mumkin. Kubga ichki chizilgan konus. Endi mana shu konusning yon sirti yoyilmasini yuzi so'ralyapti. Yon sirti yoyilmasining yuzida formula PRL formula edi. Ya'ni P ga konusning radiusi ko'paytirilishi kerak va uning yasovchisi. Endi konusning yasovchisi qayerda va u qanday topiladi degan masala bor. Dastavval siz chizib olishingiz mumkin konusning o'q kesimini. Masalan, ko'lburchak
instrumentdan foydalanib mana bu uchburchak konus o'q kesimi hisoblanadi. Konus o'q kesimi, ya'ni JKL uchburchak konusning o'q kesimi. Konusning balandligini o'tkazsak, ya'ni mana bu kesma konusning balandligi bo'lib, konus o'q kesimi ichidagi to'g'ri burchakli uchburchakdan tasavvur qilamiz. Ya'ni mana bu uchburchakdan. Mana shu uchburchakdagi ko'rib turganingiz mana shu uchburchakdagi, ya'ni mana bu burchakdagi JIL uchburchagi. Mana shu tomon 6 ga teng bu radius. Mana bu tomon burchakning qiysi bu 12 ga, ya'ni kubning qirrasiga teng. Bizdan talab qilinadi L qirrani topishni o'zi. Vizual tarzda siz bunda topishda o'quvchilar qiynalsa, dasturning imkoniyatlaridan yana ham foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Birinchidan, bizga keraksiz bo'layotgan kubni olib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni kubni vaqtinchalik berkitib turish mumkin. Keyinchalik konusni berkitib turish mumkin. Bizga kerak bo'ladigan endi JIL uchburchagini o'zi kerak endi. Hop. JKL uchburchak kerak emasdi, mana JIL. Mana vizual tarzda tasavvur qilish mumkin bo'ladi. Endi masalaning sharti, masalaga qo'yilgan savol juda ham oson ko'rinishga keldi. Siz buni doskada, an'anaviy darslarda ko'rsatganingizda bunday imkoniyatga ega emassiz. Lekin dastur shunday imkoniyatni beradi. Bu yerda 90 gradusmi, 90 gradus emasligi, ya'ni bu to'g'ri burchakli uchburchakligiga shubha bo'lgan taqdirda bu o'zi aslida balandlik, lekin vizual tarzda uni ko'rsatishingiz ham mumkin bo'ladi. Bu 90 gradus, ya'ni bemalol bu yerda Pifagor teoremasini ishlatish mumkin. Xo'p, endi masalani yechishga o'tamiz endi. Mana bu yer 6 edi. Bu konusning radiusini beradi. Bizdan talab qilinyapti konusning yasovchisini topish. Endi konusning balandligi bu bizda kubning qirrasiga teng. Mana kubning qirrasiga teng, ya'ni aynan 12 ga teng. 6 12 Pifagor teoremasidan L yasovchini topish orqali va keyinchalik PRL formaga qo'yish orqali topish mumkin bo'ladi. Dasturning imkoniyatlari juda ham katta. Uni vizual tarzda tasavvur qilishda so'ralayotgan aynan stereometrik topshiriqda aynan so'ralayotgan qismini aniq tasavvur qilishda juda ham keng imkoniyat beradi bizga. Ayniqsa buni dinamik tarzda o'zgarib borishini siz nazorat qilib turishingiz juda ham qo'l keladi. Bunday imkoniyatlardan foydalanib dars mashg'ulotlarida stereometrik misollarda, ayniqsa masalalarni yechishda foydalansangiz, o'quvchilarda so'ralayotgan masala yuzasidan stereometrik tasavvurni uyg'onishida yoki uni rivojlanishida juda ham katta yordam beradi bu dastur. Keyingi videolarimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.